O'zbekiston va Pokiston davlatlari turli sohalar bo'yicha aloqalarni tobora mustahkamlab bormoqdalar. Ayniqsa, sog'liqni saqlash tizimida ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlik sezilarli ravishda rivojlanmoqda. Farg'ona viloyat hokimligida bo'lib o'tgan qabul jarayonida pokistonlik mehmonlar bilan mazkur soha istiqbollari haqida so'z yuritildi. Uchrashuv chog'ida Farg'ona shahrida Pokiston bilan hamkorlikdagi tibbiyot oliygohini bunyod etish bo'yicha memorandum imzolandi. Mamlakatimizda prezident tashabbusi bilan tibbiyotni rivojlantirish bo'yicha davlat dasturi qabul qilingan. Yaqin yillar ichida aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish tizimini yuqori darajaga olib chiqish maqsad qilingan. Viloyat hokimi Xayrullo Bozorov Pokiston delegatsiyasi bilan uchrashuvda dastlab yurtimizda tibbiyotga qaratilayotgan e'tiborga to'xtalib o'tdi. Uchrashuvda Pokiston Islom Respublikasining ikki tibbiyot oliygohlari hamkorligida Farg'onada Markaziy Osiyo tibbiyot universiteti tashkil etish haqida so'z bordi. Yangi tashkil etilajak tibbiyot oliygohida davolash ishi, pediatriya, stomatologiya, hamshiralik ishi yo'nalishlarida yigit-qizlar ta'lim olishi rejalashtirilmoqda. Biz kelajakda zamonaviy barcha qulayliklarga ega bo'lgan tibbiyot oliygohini ochmoqchimiz. Universitetda xorijlik malakali shifokorlar dars berishadi. Shuningdek, talabalar O'zbekiston va Pokistonda amaliy bilimlarni almashishni rejalashtiramiz. Ikkala davlatda ham ko'p millatli aholi mavjud va ularga zamonaviy tibbiy xizmat ko'rsatish niyatidamiz. Mazkur tibbiyot oliygohidan o'z sohasining ustalari yetishib chiqsin va O'zbekiston tibbiyotini butun dunyoga namoyon etishini istayman. Ochig'ini aytganda, ayrim hamyurtlarimiz murakkab jarrohlik amaliyotlarini o'tkazish uchun xorij mamlakatlarga borishlariga to'g'ri kelyapti. Farg'ona shahrida tashkil etiladigan ta'lim maskanida mana shunday muammoni bartaraf etish uchun malakali kadrlar tayyorlash asosiy maqsad hisoblanadi. Men Pokistonda tibbiyot sohasida faoliyat yuritaman va sohaga malakali shifokorlarni yetkazib berishda o'z hissamni qo'shib kelyapman. Umuman olganda, pokistonlik shifokorlar G'arb davlatlari, Afrika mamlakatlari va boshqa xalqaro tashkilotlarda faoliyat yuritishadi. Biz endi O'zbekistonda ham tibbiyot bo'yicha yetuk kadrlarni chiqarishni maqsad qildik. Uchrashuv yakunida 3 tomonlama memorandum imzolandi.